Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 8-bob. Baxt chaqirdi. Baxt sehi odamlarning qo'lidan tayyor holda ilinmaydi. U kurash bilan qo'lga keladi va shakllanadi. D.E. Pisarib. 1. Qish kirib kelishi bilan tang bu yurtni zimistonning ochiq sovuqi o'z ilikiga oldi. Bo'sh qo'ytib chiqayotgan sovuq shamol har tanga nashtar urib o'tadi. Uchqun davatgan qarlarni har taraflarga uchratdi. Avamni bir xil ig'ir g'am andisha, vasvasa chirmib olgan bo'lib, turlik alvang yasoq, zo'rliq zo'mboliqlar ularni jinidan joq to'yg'izib baratdi. Gomindan aksiyachilari o'zlari gumanliq deb qaragan yurt ichida obro'yi bor kishilarning hammasini oshkora va yoshirin holda nazorat ostiga oldi. Fuqarolar o'z yurtida kun olmoqning texmi qiyinlashib ketayotganligini his qilishib, ochiq yutishadi. Dukkanlar taqilib, shahar aholilarining narsa kerak setib olishimi qiyinlashib ketayotdi. Aralab ichilib qolgan dukkanlarning mollarini Gomindan askarlari, saqchilar bo'lab ketishadi. O'lim yetim ishlari kunda degudek bo'lib turayotdi. Ko'cha-ko'chalarda tilamchilarning, yetim yesir, miskinlarning ahvozlarlarini har qadamda bir anglag'lik bo'ladi. Jut shivirgan uchib turgan bu yurt cho'ldarab ajoyib bir g'aribona tus olgan edi. Buningga qaragan har bir kishining yuragi ixtiyorsiz ezilatdi. Gomindan hukumati o'z xandonligini mangu saqlab, bu zaminda erkin yayrab yashash uchun bar amallarni ishga silvatadi. Haqni shilib, quruq ustixonga aylantirib qo'ygan edi. Fuqarolarni hasharga, saysiga zo'rliq bilan tutib mengvatadi. Elida qurilgan vaqtliq hukumat va ular tarafidan mag'lubiyatga uchrab turishi, ularning ta'sir doirasining barbara kengayishi bularni shunchalik aloqzada, rahimsiz qilayotgan edi. Nihoyat, eli partizanlarning g'o'ljini ozod qilganlik xabari va ularning bargancha zo'rayib berayotganligi Barat Palvon qatorliq o't yurak yoshlarning qalbida ajoyib bir o'chmas gulxonni yoqdi. Shuningdan buyon ular texmo ruhlanib, tinch yetishni o'zlari uchun nomus bildi. Fursat topsila bo'shashmasdan kunda degudek gomendanchilarga zarba berib, yoshurun qarshilik bildirib turdi. Elidan Abduqodir kelib, bular bilan bir necha qatim maxfiy kengash o'tkazdi. U Barat Palvonga chechilib harakat qilmay, biror tashkilot qurib, tashkilotning nizomnomasi bo'yicha harakat qilishni aytib, Barat Palvonning yuragiga o't yoqdi. Abduqodir ketgandan keyin Barat Palvon texmo aldirash bo'lib ketdi. Bu aldirashlikqa eli partizanlarning Arshonga kelishi sabab bo'lgan edi. Bu ish bu yurtda cho'ng g'ulg'ula paydo qildi. Eli partizanlari Arshonga kelibdi. Vaqtli hukumat qurildi. Ular Arshonga besib kirdi. Endi biz Gomindanning asoratidan ozod bo'ldigan bo'ldik. Milliy armiya Arshonni elib bu tarafga kelgudak. Bularning kuni oz qoldi. G'o'ljidagi gomindanchilar aerodrom degan yerga chekinib yetibapti deydi. Eli partizanlari ularni bo'sh qo'ymaydi. Bu yurt ozod bo'lsa qandoq bo'lib ketarmiz? Men u kunlarda xushallikdan o'lib qolmanjimi? G'ani Batur degan odamni bakmi yo'g'on deydi. Ketayotgan mashinani tutibla to'xtatib olgudak. Ularni ko'rgan kunlarmi kelarmi? Bu yurtda eli partizanlarning gapi bargancha avub xalqning ruhini bo'lakchilar jonlantirayotgan edi. Shundaqdimi, ular o'z so'zlariga noiti diqqat qilishadi. Zokir quloq bilan tursun ting-ting hamma joyda lalma itdek so'kildab yuradi. Ular biror loq go'shni uchirtib, zo'r in'omlarga ega bo'lishni armon qilishadi. Xalq bularga nafrat yog'diradi. Esit, bunda qilib jon boqqicha xotinini bozorga ilib chiqib sotsichu. Nima kun bularga o'zimizni o'zimiz tutib beryapmiz. Tova, hiliqi o'shur degan neminimi o'ltiribdi. Yana bulardan cho'chimayotganini.
Ularning tirik yashg'ini biz uchun nomus. Shamolxon har kuni sahar turib ili xabarlarni kishilarga yetkazatdi. Ularni uyg'onishga chaqiratdi. U Barat palvon topshirgan aloqachilik ishlarini uzib qo'ymaydi. Barat palvon u ilib kelgan xabarlardan mamnun bo'lib uningga ma'nilik qarab qo'yatdi. Bugun tun kechida Barat palvon Shamolxon bilan ko'rishdi. "Aka", dedi Barat palvon qat'iy holda. "Siz jafo tortadigan bo'ldingiz. Sizga topshiradigan muhim bir ish bor. Undaq jafo degan so'zni ig'zingizga olmay, vazifani topshirg'in. Sen baxtning badalsiz qo'lga kelmaydiganligini bilasan-ku. Siz Arshonga kelgan ili partizanlar bilan ahvollashib keling. Biz tezdan ular bilan aloqalashmasak bo'lmaydi. At kechda ishonchli odamlarni daryo bo'yidagi Nuraxun Zaydning uyiga yig'ib, Abduqodir degandek rasmiy bir tashkilot qurayli. Hamdi o'tni ulg'aytib, Arshondagi ili partizanlarga moslashmasak bo'lmaydi. Ular bizga muhtoj, biz ularga muhtoj. Go'mindanchilarning hozir jini tumshuqiga kelib qoldi. Nayt yaxshi o'ylabsan, Barat uka. Undaq bo'lsa men hozirlamag'ay. Vaqt qis. Hozir bek kech bo'lib ketdi. Bu eng yaxshi vaqt. Xayr amsa, Xudoga omonat. U Barat palvonning yenidan ketib, oz o'tmay uning mungluq naqshisi yangradi. Tun kechi qo'ynida bu naqsha bakmu suzuk jaranglaydi. Barat palvon uning keynidan bir haza qarab turgandan keyin birodarlarni izlab Talliq tarafga mandi. 2. Qarang'u kecha. Yiroqlarda ishlarning ansiz qavashlari kecha timtasligini buzib, bu kechiga surib beg'ishlab turadi. Qirlariga amdilatin muz tutgan daryoning suyi bo'g'uq ovozda sharqirab eqib, baharni chillavatgandek qiladi. Yalang'ochlangan o'rmonlar ig'ir dard alamga asir bo'lgandek shumshib turadi. Bugungi yig'ilishga kelganlar tog'dan bag'dan paranglashib o'ltiradi. Nasraxunka, shundoq qilib Tudaxun chidirga o't qo'yvatdi deslar, dedi Qurbon kulib turib. Bu Tudaxun mo'rmasdak ko'ringani bilan to'la qiziq nima ekan bu? U yerdagi partizanlarni ziriktiramdigan. Qo'rsqida gap bardanglar, qarasa ko'zlarini chimildatib, mukchibla o'ltirdi. Qara quvonning ishni aplashtirayotganini deymina, dedi Ablis qari so'z qistirib. U bu yerga kelibla ularni tutib daraxtga esib qo'yibdi. Menimi tutilib asmoqchi bo'lishgan. Aran qechib keldim, deb davron solganicha, keyin u Tudaxunning uydagilarni bu gapni yolg'on deb ishondirolmagili tas qoldi. "Vasilang nima debdi?" so'radi Qurbon mo'risini qisib qo'yib. "Nima deydi? Sen aqlliq bo'lg'achqa qechib kelibsan. Ular galvonlik qilib tutilib qopti", deb bir muncha so'zlab, "Bo'ldi, bu ishlar mushu yerda qolsin. Sen ishingga bor", debla Qariqvonni chiqarib o'tibdi. Qariqvon miyig'ida kulib qo'ydi. Ular Barat palvonning usurlik alfozini ko'rishib, shukkida bo'lishdi. Shu arada eshik ansiz g'ichirlab ichilib, Qosim Joda bilan Muhammad Gangong kirib keldi. "Nima degan tuyuqsiz boshlangan so'g'uq bu?" dedi Qosim Joda beshidagi yo'g'on quloqchisini ilib. "Qandoq, salomat turdinglarmi?" "Salomat turdik, uka", dedi Turdaxun uyan qarab. "Eshikdilla jidal boshlab kiribsan-ku. Jidal bilan kirmay, van tatayni boshlab kirsan bo'ladimi? Bu degan urush yillarjimi? Odam degan jidal bilanla yuradigan gap. Shuningga qaraganda, van tatay bilan ichpash tartishib qoldingmi nima? Yosh bo'lgandikin nima qilsak qilamiz-da. Yurakda o't bor." Qosim Joda Barat palvonning jim o'ltirganini ko'rib jimib qoldi. Arini bir pas sukut bosgandan keyin Barat palvon ig'ir tortib, "Muhammad ishik oldini kuzatsin. Biz bugun rasmiy yig'ilish o'tkazib, ba'zi ishlarni maslahatlashimiz. Naq gapni aytsak, tashkilot qurmoqchi. Hammaylan kelib bo'ldi-ku deyman", dedi o'ltirganlarga bir qur qarab chiqib. "Asosan kelib bo'ldi", dedi Yasin doktor. "Vurayim kelmabdi-ku. Nasraxon, sen xabar qilmoqchi bo'lgan-ku. U men qatnashmayman. Ota-onamga qarmasam bo'lmaydi deganti. Men uningga bo'ldi,
Bu gapni anglamagan bol dedim. Yaxshi depsan, dedi Barat palvan qapoqlarini turib. Kimning ota-onasi, xotin bolalari yo'q, kimningmi ular bilan xotirjam o'tkisi yo'q. Millat, xalq uchun hammadan kechaligan odamlar haqiqiy inson bo'la oladi. Baxtiyor turmush, ozod zamon mardlarcha to'kilgan qon ter badaliga keladi. Qosimning yolg'iz onasini boqisi yo'qmi? Hammasi o'y xiyolga cho'mib, munglanib ketdi. Qosim jo'da yenik tinib qo'ydi. Uy ichini jimjitlik bosgan edi. Bo'ldi, boshqa gapni qo'yib, o'z gapimizga kelayli. Mushundaq bir ahamiyatli yig'ilish o'tkazib, tashkilot qurmoqchi bo'lganga xili uzun bo'ldi. Hamma ishning vaqti soati bor ekan. Endi buningmi vaqt soati keldi. Hozir Gomindangning xalqqa solgan zulmi haddidan eshib, xalq ig'ir kunga qoldi. İli tağlarının her taraflarida inqilob o'ti yalqunjab ko'ymoqda. Arshanda G'ini Batur, Irdani partizanlari bizning yordamimizga muhtoj bo'lmoqda. Bizmi ularning yordamiga muhtoj. Biz ularga zich moslashib harakat qilishimiz uchun avval o'zimiz birlikka kelishimiz, tashkillanib plan bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Xalq ig'ir g'amlarga mubtalo bo'lganda uni g'amdan xalos qilmoq uchun jangga otlanish har bir vijdon egisining, mard azmatlarning bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Qani hammamiz o'ylashib ko'raylik. Barat nayt to'g'ri aytdi. Biz mushundoq bir yig'ilish o'tkazishni ham tashkilot qurib, shuning rahbarligida harakat qilishni bakmo orzu qilib kelgan edik. Mana endi u amaliyotga aylanish oldida turdi. Lekin ta'kidlaydigan bir gap, bizdan xoin chiqmasligi kerak. Agar qatnashmayman desanglar, hozir chiqib ketsanlarmi ulgursizlar, dedi Nasiraxon keskin qilib. Nasiraxonka, nima deydigansiz? Bu xalqning ozodligi uchun qilinayotgan ish tursa, buningga xoinlik qilsak, keyin xalq oldida beshimizni qandoq ko'tarib yurimiz, dedi Ahmad eslib so'zlab. Shundoq emasmi? Deyishdi boshqalarmi bir ig'izdan. Biz o'z ixtiyorimiz bilan qatnashdik. Alloh nomidan qasam beramiz. Ular qasam berishib, konkret ishlarni bekitib chiqdi. Tashkilot nomi BEP atirti bo'ldi. Barat palvan tashkilot boshlig'i, Nasiraxon uning o'rin bosari, Yasin doktor katib bo'ldi. Buning konkret vazifalarini mundaq bekitdi. Har qanday ahvol ostida sezgurlikni saqlash, qo'lidan ish keladigan iqtidorli yoshlarni tashkilotga qabul qilib, maslahat bilan Gomindanga bo'lgan qarshilikni oshirish, zarba berish sharoiti tug'ilgan hamon Gomindang askarlarga va xoinlarga zarba berib, ularni ujuqtirish, ish qilganda o'ylashib ish qilish, o'z oldiga bosh-boshtoqlik va qaroblik qilmaslik, boshqa inqilobiy tashkilotlar bilan aloqa bog'lab, ular bilan munosabat o'rnatish, Arshanga kelgan ili partizanlari bilan quyuq munosabat o'rnatish, ular bilan amal bar birlashib ketish, ularga yordamda bo'lish, Obliz Qari bilan Yasin doktor boshchiligidagi partizanlar oldingi sapga oziq-tulik to'shiydigan har qaysi yo'llarni uzib tashlash bo'libmi, jinga boradigan Qarsu ko'rikini, Sitay, Santaylarga boradigan tosh ko'rikni partalatish, Nasiraxon bilan Turdaxon boshchiligidagilar Arshandikilar bilan munosabat o'rnatib, ulardan qurol va o'q-dori akilish, Qurban boshchiligidagi bir qism yoshlar shaharda yo'shirin tashviqot elib berish, Shamolxon davomli aloqachi bo'lib, ishlarni vaqti-vaqtida xabar qilib turish. Men Arshandagi partizanlarga qitilibla ketsam bo'ladi, dedi Qaraquvon. Nima deydigansan? Deb ochiqlandi Barat palvan. Sen u yerga ketsang, bu tashkilotning ishini kim qiladi? Birdilla hayajonlanib ketmayli. Turdaxon bilan Nasiraxonning bizga oqashlarning harakatini, ularning pam parasatligini so'zlab bergini yodimizdan chiqib ketmasin. Bizmi ularning ugunadigan yerlarini ugunayli. Biz kutgan chaqlar yetib kelish oldida turdi. G'albini qo'lga keltirish uchun zo'r badal to'lashga to'g'ri keladi. Bu o'yin emas. Gap so'zlarga nihoyat diqqat qilayli. Ish nihoyat maxfiy ilib berilsin. Harakat tamoman kechdi bo'ladi. Kunduzlari sharoit yor bergan ahvol ostida harakat ilib borsa bo'ladi.
Shamalxon Arshonga G'ani Batur bilan ko'rish uchun ketdi. U kelgandan keyin ahvolga qarab, qurol, o'q, dori akilish uchun mangamiz. Ahvol jiddiy. Hammamiz sezgur bo'layli. Tashlari so'kilib ketgan jo'larga o'rinib o'ltirganlarning tomirlaridagi qonlar to'lqin yasab, go'zal bahorning kutilish istikida harorat bilan oqatdi. Ular xalqning ozodlik ishlari uchun kurash o'tlariga o'zlarini otadiganligini o'ylaganida, yuraklari iftixorlik to'yislarida tipchaklaydi. Ko'zlari boshqacha nurlanib ketyotdi. Bular asosan bu yurt tuproqidan ko'klab chiqqan nomi bor Batur, qaram azmatlar edi. Barat palvonmu bo'lakchilar ruhlanib, zimmasidagi ig'ir bir yuk ilib tashlangandek tuyg'uda bo'ldi. Uning fikr xiyoli navbatdagi ishlarga ko'chiyotdi. Qurol, o'q, dorilarni hal qilib, tashkilot a'zolarini o'z tartibi bo'yicha o'zi bosh bo'lib ishga silish, Arshondagi ili partizanlari bilan aloqalashib, o'rtaq holda g'albini qo'lga keltirish, u bu ishlarda Sodiq Bay bilan maslahatlashib, uningdan yordam talab qilishni o'yladi. "Atkashda", dedi Barat palvon hayajon bilan. "Shamalxon xabar elib kelib qilishi mumkin. Biz uning xabarini anglagandan keyin ondan harakatimizni boshlayli. Hozir tarqalsak bo'ladi. Tarqalganda to'p-to'p mangmay chechilib manglar." Tun qorong'usida ular uydan 2dan 3dan chiqib, har qaysi taraflarga tarqalib ketishdi. Oppoq qorlar lapildab tushayotdi. Zahardek achchiq sovuq o'z kuchini ko'rsatmoqda edi. Quyuq o'rmonliq tun qorong'usida bakmu surlik ko'rinatdi. Bu ish nihoyat yaxshi bo'ldi. Endi hammamiz o'z oldimizga emas, balki tashkilotning plani bo'yicha harakat qiladigan bo'ldik, dedi Nasiraxon. Onamiz bizni o'g'il deb tuqqan. Mushundoq keskin chog'larda el yurtning ozodligi uchun maydimizni kirib o'tirg'i chiqolmasak, qandoqmi haqiqiy odam hisoblanamiz? Nasiraxon, o'z-o'zimiz bilan urushib, isit, bangboshliqda jidal terib o'tgan kunimiz. O'tgan kunga salovat. Biz aqlimizga kechikmay keldik. Xudoga shukr. Odam deganning yaxshi-yomoni mushundoq chog'da ayriladi. Ibrahimni biz palvon, Batur deb yuribdik. Mana endi uning asli mohiyati oshkorlandi. Biror ahamiyatli ish qilmay, o'tgan kunimizga shukr qilib yashash biz uchun nomus emasmi? O'g'il bola degan mardona yashashi kerak. Sodir palvonni xalq nimishqa hozircha ulug'laydi? Demak, u o'z vijdoni, g'ururi bilan yashab o'lgan. Dardimizni ichimizga yutib nima qilamiz? Xalqning ozodligi uchun o'lsak, biz uchun sharaf emasmi? Nasiraxon so'zlagan siri qini qizib ketyotdi. Biz yuraklik azmatlarni maqtsak, Shamalxonni maqtsak bo'ladi. U xalq uchun o'zini unutib, barni chillaydigan bulbul. U haqiqiy ozodlikka erishganda ondan aram topadi. Mushundoq sovuqda u kechini demay Arshonga chiqib ketdi. U ishlarimiz uchun ko'p ajr sindiryotdi, dedi Barat palvon asta ketib o'tib. Rost deysan, u biz faxrlanishga arziydigan inson, dedi Nasiraxon jangovar holda. Qor lapildab yog'moqda. Sovuq shamol borgancha adimakda. Havo alfozini yomon qilib, turilib turmoqda. Atrof ig'ir sukunatga cho'mgan edi. Nasiraxon, biz endi harakatni tezlatayli. Yur, Sodiq Bayning uyiga berib, ba'zi ishlarni kengashib kelayli, dedi Barat palvon qat'iylik bilan. Bak kech bo'lib ketdi. Ati barsaqmikin? Kurashga otlangan odamning eng muqaddas burchi ishni kayniga so'zmay vaqtida qilish. Yur. Ular tun qo'ynida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qo'rqimsirab ko'chaga charlashga chiqqan bir necha askar shahar ko'chasini shundoq bir aralab qo'yibla qarorgohiga qaytdi. Ular ushtumtuz zarbiga uchrab qolishdan ehtiyot qilgan edi. 8-bob tugidi.